Check it out. Check, 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 check it out. Check, 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 check it out. Check, 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 check it. Assalomu alaykum hurmatli Manchester United muxlislari. Sizlar bilan yana Zamin Reds kanali va man e'tiborlaringizga navbatdagi preview video taqdim qilaman. Undan oldin odatdagidek sizlardan like bosishni, kommentariy yozishni hamda bizni kanalga podpiska qilishni iltimos qilgan holda, demak, biz boshlaymiz. Bugungi mavzumiz ertaga bo'lib o'tadigan 16 mahalliy vaqt 16:30 da bo'lib o'tadigan Brentford Community stadionida Craig Paulson janoblari sudyalik ostida bo'lib o'tadigan Arkamdagi stadion Brentford Manchester United o'rtasidagi bahsning prevyusi hisoblanadi. O'yin haqida nima deyish mumkin? Dastlabki o'sha jamoalarda xalqaro tanaffusdan keyingi uchrashuv, ikkinchi uchrashuvi va o'z-o'zidan Manchester United maksimal darajada o'sha g'alabali seriyaga kirib borishi kerak. Chunki bundan oldingi raqib jiddiy edi, lekin o'tib o'ta oldik biz va o'sha qolgan ikkita o'yinimizda ikkinchi xalqaro tanaffusgacha biz maksimal darajadagi ochkolarni olishimiz kerak va bu jamoalar bu ochkolarni olishimiz uchun bizga o'sha mos raqib desak ham bo'ladi. Biz o'sha imkoniyatimiz bor 6 ochko olishimizga ikkita o'yinda. Sizlar esa nima deb o'ylaysizlar? Bu haqda albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Demak, bevosita o'yin haqida gaplashadigan bo'lsak, o'yinga tusha olmaydigan futbolchilarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, Brentford jamoasi tarkibida quyidagi futbolchilar maydonga tusha olmaydi deb beryapti saytlar. Nunes hamda Magommani saytlar o'yinga tusha olmaydi yoki shu so'roq ostida deb beryapti ko'pgina insayderlar. Manchester United tarkibida esa Casemiro hamda Lisandro Martinez o'yinga tusha olmaydi deb beryapti. Casemiro tushunarli, o'sha o'tgan o'yindagi qizil kartochkasi tufayli. Va Nusrat Mazraouyni so'roq ostida deb beryapti, maydonga tushishini so'roq ostida deb beryapti insayderlar. Endi jamoalarda o'zaro va so'nggi o'yinlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, demak Brentford jamoasi so'nggi 5 ta o'yinda ikkita mag'lubiyat, ikkita g'alaba hamda bitta nichaga erishgan. So'nggi o'yinda ular Fulham maydonida 1-1 hisobida mag'lubiyatga uchragan. Manchester United jamoasi esa so'nggi 5 ta uchrashuvda xuddi shunday ikkita g'alaba, ikkita mag'lubiyat hamda bitta durangga erishgan. So'nggi o'yinda biz Chelsea ustidan juda nima desa bo'ladi, emotsional holda o'tgan o'yinda 2-1 hisobda g'alaba qozondik. Jamoalarda o'zaro o'yinni ko'rib chiqadigan bo'lsak, shu paytgacha jamoalar 22 bora maydonga tushishgan va ulardan 11 bora Manchester United g'olibalik kelgan, 7 bora Brentford jamoasi ustunlik qilgan va 4 bora jamoalar murosa ko'chasini tanlashgan. Ko'ramiz bu safar 12-uchrashuvda, 23-uchrashuvda qanday natija qayd etiladiga ishonamiz. Shaxsan men ishonaman, biz Manchester United muxlislari deb ishonadi menimcha Manchester Unitedda g'alaba qozonishiga. Endi turnir jadvalini qarab chiqadigan bo'lsak, turnir jadvalida Manchester United 11-o'rinda 5 ta turnirda 7 ochko jamg'argan holda ketyapti. Brentford jamoasi esa 17-o'rinda 5 ta turdan keyin 4 ochko jamg'argan holda 17-o'rinda egallab turibdi. Agar Manchester United g'alaba qozonsa, o'sha kuchli 5 talikka, kuchli 4 talikgacha kirish imkoniyati ko'payadi. Manchesterda o'sha chiqish mumkin. Brentford jamoasi g'alaba qozonsa esa Manchester United o'rnigacha yetib borishi mumkin bo'ladi. Sizlar esa bu haqda albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Endi bevosita o'yin uchun taxminiy tarkibni ko'rib chiqadigan bo'lsak, men quyidagi futbolchilar maydonga tushishi mumkin deb taxmin qilyapman. Sizlar esa o'zlaringiz fikrlaringizni albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Demak, Manchester United tarkibida quyidagi futbolchilar maydonga tushishi mumkin deb taxmin qilyapman. Darvozada Senne Lamensda ko'pgina insayderlar yozishiga qaraganda juda mehnatsevar va kamtarin yigit sifatida ta'riflashyapti va o'ylaymanki, Ruben Amorim unga va nihoyat imkoniyat beradi. Himoyada Leni Yoro, Harry Maguire hamda Matthias de Ligtlarni qo'ydim men, chunki bo'ladigan dastlabki daqiqalarda bo'ladigan standartlar o'sha himoyadagi yoki hujumdagi farqi yo'q. De Ligt hamda Maguire, ayniqsa Maguire'da men uchun foydasi juda ham bizga yaxshi tegadi. Hamda Leni Yoroni ham unutmaslik kerak. Ozun bo'lgani bilan uni bo'yi ham ancha uzun hisoblanadi. Ikkita qanotda wingerlarimiz, ya'ni Luke Shaw hamda Amad Diallo'larni qo'ydim men.
o'tgan safargidek, chunki shouga menimcha baribir yana men o'z fikrimda qolaman. Sizlar shu fikrga qo'shasizlar, yo'q, albatta yozib qoldiringlar. Shou bu oxirgi himoyachi emas. Sentralizatsiya emas. Dialogni aytish mumkin, u ham himoyachi emas, lekin u ko'proq winger asosida harakat qiladi va shou ham o'sha ko'proq winger sifatida o'ynaganda menimcha foydasi ko'proq tegadi Manchester United jamoasiga. Markazda Kobe Mainu hamda Manuel Ugarteni qo'ydim men. O'ylaymanki, ikkalasi juda ajoyib o'tgan mavsumlarda ikkalasi birga o'ynashgan va menimcha yomon o'yin namoyish qilishmagan va bu safar ham menimcha Amarim shu ikkita juftlikda sinab ko'rsa menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Tim bo'lsa Casemiro bizda qizil kartochka olganligini hisobga oladigan bo'lsak. Hujumchilar ortida bizga Bruno Fernandes hamda Bryan Mbeumolarni qo'ydim men. Chunki o'sha Bryan Mbeumo hamda Bruno Fernandeslar ham o'sha hujumda erkin harakat qila oladigan. Mbeumo ko'proq o'sha o'ng qanotda ko'proq harakat qilsa, Bruno Fernandes ko'proq erkin ijodkor sifatida qo'yib bersa, o'nlik sifatida qo'yib bersa, u juda ham ajoyib o'yin namoyish qiladi va o'ylashimcha shu rolda uni Amarim sinab ko'rsa, menimcha natija ijobiy bo'ladi deb o'ylayman. Hujumda esa Benyamin Sheshkoni men yana qo'yapman va gol urish uchun menimcha mos jamoa bu Brentford jamoasi. Butun hurmat saqlagan holda Brentford jamoasiga biz o'sha Benyamin Sheshkoda shaxsan men gol kutyapman. Va o'ylashimcha bu hamma imkoniyatlar bor. Sheshkoda o'sha imkoniyatdan foydalanib o'z gollari hisobini ochishga shu o'yinda. Men sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shundan iborat edi. Sizlardan odatdagidek like bosishni, kommentariy yozishni hamda bizning kanalga podpiska qilishni iltimos qilgan holda sizlar bilan xayrlashaman va video so'ngida Manchester United so'nggi bora g'alaba qozongan 2024-yilda Manchester United Brentford uchrashuvida so'nggi daqiqalarda McTominayning dubli comeback sifatida yozilgan. Shu McTominayning ajoyib o'yinlarini namoyish qilaman sizlarga. Albatta YouTube blogga qo'ymasa bizda va sizlardan odatdagi shu yuqorida aytgandek aktivlikni kutib qolgan holda sizlar bilan xayrlashaman. Xudo xolasa ertaga shu g'alabalardan keyin yaxshi kayfiyatda o'yinlar tahlil qilamiz degan umidda sizlar bilan xayrlashaman. Sizlar bilan yana bir bor Zamin Reds kanali bo'ldi. Xayr. O'zlaringizga asranglar.